أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Sağdaşlarımız biz dersimizninki mebninin 7. türü el-kinayat kelgan toq. Yani biz kitabımızın 5'e qisqacha bir qaytsak, biz kitabımızı umumi mazmun jihatda isim, fail, harf deb 3 ga bo'lgan toq. Bunun ichida ismni al-ismul mu'rab va al-ismul mabni deb 2 ga bo'lgan. İsim mu'rabninki asosiy qismini 3 ga bo'lgan. Al-marfuat 8, al-mansubat 12, al-majrurat 2. Bununla ergeçmiş şekilde kıldıqanlarını 5 ga bo'lgan toq, bular tavabi deb atalgandi. Shundan keyin biz ismning ikkinchi bobi, yani ikkinchi qismi al-ismul mabniga kelgan toq. Ism mabnini 8 turga bo'lgan. 8 turidanki 7-si al-kinayat. Biz ism mabnini boshlagan vaqtimizda kinoyalarni shu vaqtda asroq tushuntirib, kinoya degan nima desa, odatda ya hajmi uzrab, vaqti uzrab ketganlik uchun yoki boshqa qulaysizlik tufaylidan bir munchilgan yoki ko'pligan son-sanoq yoki gap so'zlarning o'rniga almashib, shu xil hukmni ijmoliy shaklda ifodalaydigan so'zlarni biz kinoya so'z deymiz. Masalan buni darsga kirishdan ilgari sizlar biz turmush so'zlarimizda qo'llanadigan so'zlarni misol keltirsak, masalan men Misrga kelgan 5-6 yildan buyon xaydigan pullarim jiq hamdi. Masalan ya 100 ming, ya 200 ming, ya 300 ming, ya 400 ming degandek har vaqtlardagi pullarni men boshqalarga tushundirmoqchi bo'lsam, masalan 2000 yilda manch pul xaydigan, manchinchi oyda manch pul xaydigan, mavsumda manch pul xaydigan, qishda manch pul, yozda manch pul, pulni do'konlarda manch pul deb depolamayman. Buni uzun gap, uzun jarayon bu. Tarixiy jihatdan uzun gapchu. Mushu gapning hammani ifodalamoqchi bo'lgan vaqtimda men boshqalarga shu son sifirlarni bir so'zga aylantirman. Ya'ni nurg'un pullarni xaylayotdim. Masalan, men Pukuni shayxning falan kitobini ko'rdim. Pukuni avtorining yozuvchininki falan maqolalarini o'qidim. Am boshqalarga men shu o'qigan ko'rgan materiallarimni umumiy jihatda ko'p ekanligini ifodalamoqchi bo'lsam, o'sha gaplarni jarayonlar bilan qo'shib uzun deb bo'lmayman. Balki men nurg'un ulamolarning, nurg'un olimlarning nurg'un materiallarini ko'rgan deb shu so'zimning orasida qistalgan nurg'un degan gaplar, shu so'zning o'zi arab tilida nima hisoblanadi? Kinoya hisoblanadi. Endi shu xil so'zlar bizning arab til grammatikasida mabni so'zlar hisoblanib, grammatikalik o'rnini qanday olib kelsin, so'zning oxirida shu grammatikalik o'rnini ifodalaydigan i'robning alomatlari bo'lmaydi. Mana bu biz dal hozir o'qimoqchi bo'lgan kinoya deganimiz shu. Endi avtor kinoyani tushuntirib deyotdi. An-naw'us sabi'a, 7-tur al-kinayat, ya'ni kinoyalar. Kinoya degan nima desa, ismun hiya asma'un wudi'at litadulla ala adadin mubham aw hadithin mubham. İcmali şekildeki, mubham degani icmali şekildeki sanni ifodalash uchun yoki icmali şekildeki so'zni ifodalash uchun tayinlangan nimalar ismlar. Bu ta'rifat aniq degan vaqtda bir narsa tushuntirib bermaydi. Balki misolga o'tgan vaqtimizda tushuna olamiz. Masalan, kam kaza desa, kamni men bayatda dedim-ku, nurg'un degan gap hamdi. Kaza deganimiz nurg'un bir munchilgan degan gap hisobda. Masalan, voy u unda debdi, andoq deydi, mandoq deydi degandek bir gaplar bor masalan. Voy u jiq deb bunda aniq bir xil sanskritni ifodalaydigan bir shakl bor endi. Yoki adan mubham desa, kayta, zayd desa, masalan, nurg'un. Masalan, meni birisi yo'lda tutib to'xtab turgan gapim bor deb, men 2 soatlik parang qilib ketdi. Meni saqlab turganlar tutib, bekov qaytgan vaqtimda, voy bu sizga jiq qilib ketdi, nima dedi desa, voy nurg'un qilib ketdi. Nurg'un gaplarni, masalan, birovdan birovga shikoyat qilmoqchi bo'lsam, u paloni menga nurg'un gaplarni qildi deb qo'yman endi. Bir soat o'tirib qolgan gapni hammani yig'ib gaplab nurg'un degan bir so'zga almashtiryapti. O'shadagi kayta, zayta degan gapning o'zi shu nurg'un degan gap shu. Kaza kam deganlar shu nurg'un degan gap hisobda. Shu xildagi so'zlarni biz arab tilida kinoya deymiz. Bu kinoya
bizning bugun so'zlamoqchi bo'lgan 7-darsimizdagi mabnining 26-darsimizdagi mabnining 7-turi kinoya degan shu. Shuning bilan kinoya masalasi tugadi. Kinoya masalasi tugadi saboqdoshlar. Endi darsimizda shu kinoyani tushundirish jarayonida mendaq bir munosabatli taraflar chiqib qoldi. Ya'ni biz kinoyaning jarayonida kam degan bir so'zga uchrab qoldik. Kam deganni men bayatdan tarjima qilgan vaqtda nurg'un deb tarjima qildim endi. Ammo arab tilida kamninki nurg'un degan ma'nodan boshqa qancha degan qo'llanishlar bor. Kamning ikki xil qo'llanishi bor arab tilida, ikki xil uslubi bor. Birisi nurg'un degan ma'no bilan qo'llanildi. Yana birisi qancha degan ma'no bilan qo'llanildi. Hatto ba'zi vaqtda qanchilg'an degan ma'no bilan endi nurg'un ma'nosida qo'llanilgan ahvollar bor. Arab tilida kam mush ikki xil ma'noni asos qilib turib, grammatikalik o'rinlari o'xshamaslik, ifodalari o'xshamaslik, kamdan keyin kelgan so'zlarning i'robiga o'xshamaslik bilan ikki xil qo'llanildi. Endi bizga munosabatlik tarafi shu nurg'unlig'an, qanchilg'an, nurg'un degan ma'no tarafi asos bizga hozirgi darsda. Ammo kamni o'pitilib tashlab qo'yib ketamaymiz. Balkim bundan keyin uchmaslik mumkin ekan. Mush kamga munosabatlik gap chiqqan vaqtda biz tushuntirib olaylik. Kam arab tilida ikki qismga bo'linadi. Yani Abdurrahman aytdi va kam ala qismayn. Kam ikki qismga bo'linadi. Birisi istifhamiya, ya'ni necha, qancha degan ma'noda. Asla qarasang, ikkinchisi xabariya. Yani bayatın degandek nurg'unlig'an, qanchilg'an, nurg'un degan ma'nodagi. Garchi bizning bugungi darsimizdagi maqsad shu xabariya qismi. O gap tugudi hamda kinoyaning masalasi tugudi. Endi hozir kimning arab tilida qo'llanish uslublari, qo'llanish ma'nolarini bir deb o'tib ketib qolaylar hamda munosabatlar. Kelayli istifhomiya deganning o'zidan chiqib turibdi, savol ma'nosiga kam degan gap. Xabariya ma'nosining, xabariya degan so'zning o'zining ma'nosini chiqib turibdi, uni bayon shaklidagi. Do'g'an degan tabiiylan tarjimasimi birisi savol shaklida qancha, necha degan ma'no chiqsa, endi biz bayon shaklida nurg'unlig'an nurg'un, qanchilg'an degan mana shakl tarjima qilindi tabiiy. Ana o'z buning grammatikalik o'zgarishlarini nima qarab boqayli? Istifhomiyaga qaranglar. Va hiya ma istifhomiya bo'lgan kam ma ya'ti ba'daha mufradun mansubun alif. Ma grammatikda o'g'achqa kirib grammatik o'g'achqa ma ikki kamni bizga grammatikalik farqlarni farqlantirib beradi demdi u. Istifhomiya kam deganimiz shu istifhomiyadan keyin ba'daha temyizlikka asosan alat temyiz nasblik alatga mansub yakki so'z keladigan, ya'ni nazar qiladigan yakki so'z keladigan kam. Ana o'ganda kam istifhomiya bo'lgan vaqtda keyindan kelgan so'z kamning temyizi bo'lib nima qildi ekan? Zavar qildi ekan. Ma yakuni chiqasa, ma farqam ikki kamni o'tirdiki. Masalan, kam kitaban indak desa bu savol jumla uchun kam hozir istifhomiya ma'nosida. Sizning qishingizda qancha kitob bor degan gapda. Keyinidagi kitoban kamning tamiz bo'lib, kam chunki mubhamlik emasmi? Tamiz bo'lib, nasb o'qildi. Ana mushu nasb o'qilg'inga qarab turib biz oldimizga kamningki tamnim ekanligini, istifhomiya ekanligini bilib olaymiz. Ma grammatikalik nuqtadan kamning ma'nosini qanaqa qilish, muayyanlashtirish. Endi xabariya olgancha desa, va hiya ma ya'ti ba'daha mufradun majrurun. Ma xabariya olgan kam qanday kam desa, ya'ti ba'daha undan keyin mufrad majrurun yakki so'z jar holatda, ya'ni zir o'qilgan holatda keladigan kam xabariya bo'ladi. Masalan, kam malin anfaqtu. Grammatikalik nuqtadan mufrad zavar kelib qolsa kamni istifhomiya deb ayiradi ekanmiz. Agar yakki mufrad zir kelib qolsa kam xabariya deb qanday qildi ekanmiz? Ayiradi ekanmiz. Masalan, tarjimada men nurg'un pullarni xarjlatdim, kam malin anfaqtu. Yoki jarlik holatdagi majmua ko'plik shaklda kelsami o'xshashlar kam xabariya bo'lib yurdi. Masalan, kam rijalan laqituhum. Men nurg'un kishilarga uchrashdim. Ma o'rindagi ma'nosi takthir, ya'ni nurg'un degan bayon shaklidagi ma'no beriladi. Ma o xabariya. Istifhomiyada so'roq shaklida ma'no beriladi. Xabariyada bayon shaklida ma'no beriladi. Grammatikalik farqlar istifhomiyadan keyin yakka zvarlik holatda keladi. Bayondan keyin xabariyadan keyin yakka olsun yoki ko'plik shaklda olsun, zirliq shaklda keladi. Mushu bo'yicha ayirsak bo'ladi. Endi ba'zida ma kamdan keyin min kelib qolgan ahvollar bor. Kam min rajulin laqitahu, qancha odamga uchurding, kam min malin anfaqtu, nurg'un pullarni xarjlatdim deb maholatda oldiga min kelib qolgan bo'g'achqa minning i'rob bilan i'rob beriladi. U vaqtida keyindagi nazar qildi deb qiyinlik hojatsiz. Minning ta'siri bilan jar holatda kasb bo'laveradi.
Endi ba'zida kamning tamyizi mumayyiz kamligini, kamning keynida keladigan, kamni farqlantiradigan, kamning o'zi bir mubhamlik va bilimiz jumlada mubhamlik topilganda, mujmallik topilgan vaqtida darhol tamyiz kelib, mujmallikni farqlantirib turadi bizga. Kam mujmallikka ega bo'lgan so'z olgan, dedik ana, bir mujmal so'z, mujmallikni adad mubham, hadis mubham dedik. Kamning o'zi bir mubhamlik va buni ifodalab turadigan keyin tamyiz va shu tamyiz jumladan tushunilsa tashlansa bo'ladi. Davotida ba'zida kamning tamyizi qarin topilgan vaqt tashlansa bo'ladi. Men davomli deb kelyapman, jumladagi qaysi xil shakldagi bo'lak jumladan tushunilsa qarinda tursa degan gap, shu xil ma'noni ifodalaydigan bir ifoda, dalil, fakt bo'lsa, jumladan tushunilsa tashlansa bo'ladi. Kammaluk desa, iqtisodning qancha desa, qancha nima shu? Her cemiyetinin pul birligi aşağıda tabiilam irade kılınıdı. Mesela qancha som mesela, qancha junay mesela, qancha dollar mesela, qancha riyal. Bizning mushu yaşayotgan cemiyetimizde junay asosga chiqadi. Tabii ki qanchalik iqtisod vasilining degan gap, kammaluk degan gap, qancha junay silinsa degan gap mesela. Tabiilam kam dinaran maluk. Kam darabta desa, qancha odamni urding? Kam darabta qanchlikni urding degan gapda, masalan birisi mushtini tugib, nayt bir xil harg'in, boshqani uyg'onda kalat kelsa, nechini urding degan gap. Nechini degan gapning o'zidan chiqib turibdi-ki, necha odamni urding degan gapda kam rajulan darabta. Shuning bilan kamga munosabatlik masala tugidi. Endi kam mayli xabariya shaklda qo'llanilsin, mayli isfamiya shaklda qo'llanilsin, buning bir grammatikalik o'rni bo'ladi. Men davomli deb kelyapman, mu'rab, mabni degan grammatikalik o'rni bor yo'q deganlik emas, juma. Mu'rab bo'lsin, mabni bo'lsin, ikkalasining jumlada grammatikalik o'rni bo'ladi. Illaki la mahallahu min al-i'rab bo'lmagan, lam har qanday so'zning, har qanday qurilmaning, har qanday jumladagi so'z turkuminingki grammatikalik o'rni bo'ladi. Farqi mu'rablarda shu grammatikalik o'rninki alomatlari oshkora ifodalanadi, mabnilarda ifodalanmaydi. Tabiiyki kam o'zi mabni bo'lgan bilan grammatikalik o'rni bo'ladi tabii. An mujning grammatikalik o'rni qanday xil shakllarda keladi? Qaysi xil grammatik shaklda qanday tarjima qilamiz bir farqlantirib olaylik. Davotida bilgunki kam ikkili yo'lda degani yuqorida ikki xil ma'no keldi emasmi? Istifhomiya bo'ladigan holatlarimiz bor ekan, xabariya bo'lgan holatlarim bor dedik. Ikkili holatda mayli kam istifhomiya bo'lsin, yani so'roq shaklidagi kam yoki kam xabariya bo'lsin. Kamdan keyin kamdan ashi kamga qaytadigan bir zimirga yuz o'rib ketmagan pil olib qolsa, ya'ni kamdan keyin bir pil kelib, pil o'zidan keyingi bir zimirda amal qilmaganlar bo'lsa, aniqroq degan vaqtimizda pil o'zining oldiga bog'lanib qolgan bo'lsa, kam pilning to'ldiruvchisi hisoblanib nasbi o'qilaveradi. Davotida yaqa'u mansuban grammatikalik o'rnini nasb deb i'rob qo'yamiz. Garchi o'zi mabni bo'lsin, chunki grammatik o'rni bor uninki. Qanday chaqda desa, kamning tamizi ism bo'lgan vaqtda. Bu vaqtida kamning tamizi ism bo'lsa, qayta. Bilginki, kam ikkili yo'lda mansub holati, nasblik holati tushadi. Agar kamdan keyin bir pil bo'lib, shu kamdan kamga qaytadigan damirga yuz o'rmagan bo'lsa, damir kamisa. Bir pil Payil. Agar mutaaddilan bo'ldigan pil payil degan cho'qim nima ketadi? Maf'ulun bih ketadi. Qarasa 5dagi kamga qaytadigan damir yo'q. Menda holatda cho'qim kam ash pil payilning nimasi bo'ladi? Maf'ulun bih bo'ladi. Qanday chaqda agar ism kamning tamizi ism bo'lib qolsa, kam maf'ulun bih bo'ladi. Masalan, kam rajulan akram desa, jumlaning musnad qismi akrama. Ta uning fa'il qismi, fil fa'il jumlada bo'lgan ekan, tabiiyki jumlada bir maf'ul istaydi. Mayli xabariya jumla olsun yoki istifhomiya jumla olsun. Maf'ulun bih qaysi bo'ladi desa, rajulanga qarasak, rajulan bo'lolmaydi. Chunki rajulan hozirgi roli tamyiz. Nimaning tamyizi? Kamning. Unda olganda ma'no nega markazlashdi? Kamga markazlashdi. Kam maf'ulun bih hisoblanadi, grammatikalik o'rni nasb bo'ladi, lekin kam mabni bo'lg'achqa, o'sha nasblikning alomatlari ko'rilmaydi, oshkor bo'lmaydi. Ya'ni kam deb sakon o'qilaveradi. Kam g'ulamin malakda nurg'un xizmatchiga ega oldimiz o'xshash yana. Agar kamdan keyingi masar olib qolsa, bir nuqtaga diqqat qilaman. Kamdan keyin keladigan bo'lak kamning tamiz bo'ladigan bo'lg'achqa, ya'ni kamning nima ekanligini bizga farqlantirib turadigan bo'lg'achqa, ism kelib qolsa, kam ism kan, kamning xarakteri maf'ulun bi. Masdar olib qolsa, maf'ul mutlaqki, masdar deganning xarakteri maf'ulun bi, maf'ul mutlaq. Aniqning kamning xarakteri keynidagi masdariga qarab. Chunki dedik-ku tamyiz
mumayyizning xarakterini belgilaydigan bir xarakteri belgilaguvchi. Masalan, kam ziyoratdan zurta. Qancha qitim ziyorat qilding? Qitim deganning o'zi ham to'ldiruvchida uning maf'ul mutlaq ekanligini ifodalaydi. Kam o'zi mujmal, mubham. Ziyoratdan uning tamiz deganga farqlantiruvchi degan gap. Ziyoratdan masala bo'lgandan keyin tabiiyki kamning xarakteri tamizga qarab bo'ladi. Maf'ulan fi'luda agar zarb bo'lsa, dedik-ku yana tamiz degan o'zining ilgirki mumayyizningki xarakterini belgilaydigan narsa. Keyindagi zarb bo'lgandan keyin tabiiyki kam maf'ulan fi'luda. Kam yawmin sirto masalan nur bakjiq kunlar mangdim. Jiq mangib ketdim. Necha kun mangib ketdim degandek. Kam yawmin sumta qancha kun ro'zdan ikkala misolda. Ma'qul holatda, uchala xil holatga qarasak, maf'ulun bih, maf'ulun mutlaq, maf'ulun bih olsun, hamma holatda fil fa'il va fil fa'ilning maf'ulun bihsi yo'q. Hatto damirim yo'q keyinda. Undan keyin tabiiyki kamni istaydi. Kamning xarakterini keyindagi ism belgilaydi. Shu ismga qarab turib kamning i'rob belgilanadi, ya'ni nasb bo'ladi. Wa taqa'u majrura. Kam majrur holatida kamning grammatikalik o'rni jar bo'ladi. Agar kamning oldidagi narsa harf jar yoki muzof. Demak, kamning oldida harf jar kelib qolsa, kam o'zi majrur bo'ladi. Muzof kelib qolsa, kam muzof bilan xarakter bo'ladi, jar bo'ladi tabiiy. Chunki biz majruratni ikki xil dedik, ya harf jarning majruri yoki muzofning muzofillaysi. Masalan, bikam rajulin marard. Bikam ba'ning ta'siri bilan kamning grammatikalik o'rni jar, lekin kam mabni. U grammatikalik o'rnining ta'siri oshkora ifodalanmaydi. Ala kam rajulun o'xshashlar yana. G'ulama kam rajulun g'ulam muzof kam nima muzofillay masalan. Mala kam rajulun sunt masalan. Mala muzof kam muzofillay mush xarakterlan kamning xarakteri jarli xarakteri deyiladi, lekin mabni. Endi keyindan pil tushib zimirga, kamga qaytilgan zimirga da amal qilmasa bu bir mansub bo'lib tushdi ekan. Oldida harf jar yoki muzof bo'lib qolsa jarli holat tushdi ekan. Endi avun bo'lmay, mav bo'lmay qolsa desa marfu holati tushdi agar yuqorqi ikki ishtimri bo'lmay qolsa. Chunki tabiiylan fil fa'il bo'lmagandan keyin, jar yoki jar majrur bo'lmagandan keyin bu labziy omillarning xoli qolgan bo'ladi. Tabiiy labziy omildan xoli qolgan bo'lakning xarakteri nima bo'ladi? Marfu bo'ladi. Unda vaqt mubtada bo'ladi. Agar uning tamizi zarb bo'lmasa, zarb bo'lmagandan keyin, zarb bo'lmagandan keyin buning xarakteri unda nima deymiz endi? Mustaqil xarakterini yo'q. Son mubtada bo'ladi. Kam rajulan ikhwatuk desa, sening qarindoshlaring qancha kishi desa, kamdan kim fil kamida, masalan, kamning oldida harf jar kamida. Demak, tabiiyki, kendan kelgan ism ham zarf emas, kam mubtadalikning o'rnida bo'lib, mubtada bo'lib, nima bo'ladi hisobda, maf'illik o'rnida bo'ladi, lekin mabni. Kam rajulan akramtuhu o'xshash. Xabar bo'ladi agar zarf bo'lsa-ki, chunki kendagi tamiz kamning xarakterini belgilaydi. Jumlada ikki bo'lakning zarf qismi tabiiyki mubtada xabarininki xabar qismiga nima tava bo'ladi. Masalan, kam yawman safaruk kam shahrin sawm. İşkili misalda birisi isfham birisi xabari misalda kamning grammatikalik o'rni marfu bo'ladi. Shuning bilan bizningki darsimizningki 26-darsi shundan oxirlashdi. 26-darsda biz kinoyni so'zliq. Endi 27-darsga qarasak, 27-darsda mabnining 8-si az-zuruful mabniye. Tabii ki zarflarning hammasi mabni emas. Mabni bo'ladiganlar va mabni bo'lmaydiganlar va biz hozirgi darsda shu mabni bo'ladiganlarini bir-birlar so'zlab o'tamiz. Ammo kalomda xato tushunib qolmasin, zarflarning hammasi mabni emas. Balki mabnilar va mabni emaslar va biz dal mabnilarni so'zlaymiz. Buning birinchisi va hiya al-aqsam. Bir necha qism bo'lib nazkuruha fi ma yali. Bu qismlarni biz tuanda so'zlaymiz. Birinchisi muzofillay tashlanish orqali izofatning uzilgan bir qism zarflar bor. Ba'zi zarflar bor, ravishlar bor. Jumlada asli bu ravish mudof, keyin muzofillay kelish kerak. Muzofillay kelish kerak. Lekin keyin muzofillay yo'q. Lekin tarjima qilgan vaqtimizda bizning tarjimamizda muzofillayning ma'nosi qo'shilib chiqib qoladigan bir xil ravishlar bor. Masalan, bunda ravishlar arab tilida qablu, ba'du, fawqu, tahtu deb qo'yamiz. Aslida kim bor? Men taht, masalan, men tahtu masalan. Aslida kim bor? Masalan, "Maza fawq?" Üstündeki nima? Aza fawqning keynida birdan muzofilay bo'ladi deb tabiiy. Bu tarjimamizda chiqib qoladi bu. Majrurniki qablu, ba'du, fawqu, tahtu deganlar oldi, ilgari, keyin, osti, usti masalan degansa, bu bir zarf, ya'ni o'rin ravishni ifodalaydi yoki vaqt ravishni ifodalaydi. Tarjima qilgan vaqtda oldi deb gap bo'lmaydi. Cho'qim bir narsaning oldi bo'ladi. Keyni deb gap bo'lmaydi. Yolg'izlar bir narsaning keyni bo'ladi. Bir narsaning usti, bir narsaning osti bo'ladi-ki, tabiiy usti osti bo'lmaydi. Lekin qo'llanishda keyindagi narsani tashlab o'tib ustida. Nimaning ustida lekin tilg'amay yozsak bo'ladi. Ostida.
Ben bir narsa izoh etme. Falan narsa topamadım ya desa qishimdagi ostida deydi. Ostida deb qo'ydi. Bir qizlamchi. Ig'izdan chiqqani bir qiz so'z, lekin iroda qilmoqchi bo'lgani, siz istovatgan yerning ostida. Demak, ko'ngilda muzofillar bor, labzida yo'q. Ma'qul shakldagi zarflar mabni bo'ladi. Masalan, lillahil amru min qabl ilgir keyingi butun ish Allohniki. Ilgir keyin, tabii nimaning ilgiri keyin? Zamonlarning ilgiri keyin. Zamonlardan keyingi, bugundan ilgiri keyin, bugundan keyingi, yillar ilgiri, yillar keyingi, hamma asrlar ilgiri, asrlar keyingi. Maqsad o bir iroda qilinmaydi-ku. Ya'ni min qabl kulli shay va min ba'd kulli shay. Har narsaning ilgiri, har narsaning keyin masalan. Buni biz g'oyat deb atab qo'yamiz. G'oyat, ya'ni zarfninki qaysi qismi chaq qismi deb-ku. Ammo mushada muzofillar tashlanib ketmay, oshkor kelib qolsa, tabiiyki ma zarflar mu'rab bo'ladi. Shunga davatimiz zarflarning hammasi mabni emas. Biz faqat mabni bo'lgan holatlarni so'zlaymiz. Biz hozir so'zlamoqchi bo'lgan ma'ravishlar mabni bo'lgan holat. Shunning shartlari bor. Shunga muzofillar hasb qilinish orqali izofatni o'zilganligini arab tilidagi hasb degan gap lafzdan tushib ketgan degan gap. Ammo ma'noda, tarjimada, ko'ngilda, irodada bo'ladi. Shunga chiqibdir oxirisi askar deyotdi. Hada yuqoridagi mabni bo'ladigan ahvol muzof mutakallimga niyat qilmoqchi bo'lsa. Mutakallimning kallasi cho'qim bor. Anglovchi ham shuni tushunib olib qolsa, andiki mabni. Va illa agar unda olmay, ya muzoflar butunlay bo'lmasa, mutakallim uni o'ylamabdi. Samimi onanda çönmepti yoki izofat qilinib ketdi, üzülüp ketmay, tashlanmay olib qolsa, bu vaqtida nima bo'ladi? Mu'rab bo'ladi. Masalan, mujnon asosan, mush qiroatga asosan lillahil amru min qablin va min ba'din deb bunda o'qilgan ahvollar bor, lekin har holda shu şekilde bo'ladi. Masalan, ji'tu min qabli zuhri desa, men peshindan ilgari keldim desa, qabli az-zuhri, zuhri nima? Keyingi muzofillay masalan. Muzofillar oshkora tashlanmadi. Tabii medim qablini bo'ladi, min qabliz zuhri deb mu'rab bo'ldi. Yoki muzofillar niyat qilinmay butunlay yo'q deb unutilib ketdi. Bayatan oyatim shu edi. Yoki ji'tu qablan. Men ilgirlam kelgandim bunda. Baldurlam deb bundachi. Hech kimdan baldur emas. Hech kimdan keyin emas. Baldurlam kelgandim. Ji'tu ba'dan desa, men keyin kelib qoldim. Hech kimdan emas, keyin bunda muzofillar iroda qilinmagan bo'lsa, ma vaqtida mu'rab bo'lib, shunga ji'tu qablan, ji'tu ba'dan deb bunday shaklda keladi. Esingizda bo'lsin, qablu ba'du tahtulinki, fawqulniki mabni bo'lishning sharti muzofillar ba deb turib tashlangan bo'lishi kerak. Ba deb turib tashlangan bo'lishi kerak, ha? Birinchisi, ikkinchisi haythu. Haythuning ma'nosi hamda din o'rindan masalan, manda o'rinda, andan ba'zi vaqtda uchun, manda vaqtda degandek ma'noda keldi. Ko'pincha o'rin ma'nosida keladi, o'rin ma'nosida. Bumi o'xshashlar mabni. Nima mabni desa, g'oyatlarga o'xshatish uchun izofatni lozim tutganlik uchun degani haythumi davomli muzof-muzoflar shaklida keladi. Ma'no o'qtida xuddi qabli ba'dula muzof-muzoflar holatni saqlab qolsa, ma'ni jihatdan xuddi mabni bo'lgandek, ma'mudonlik muzof-muzoflarni holatni saqlab qoldigan bo'lg'achqa, garchi lafziyatni olsa-mo, buni nima deymiz? Mabni davrimiz. Buning sharti jumlaga muzof bo'lishi kerak. Ijlis haythu zaydun jalisun deb haythu muzof, jalisun zaydun jalisun muzoflar. Tarjima qilgan vaqtimizda zayd o'ttirgan o'rinda. Zayd o'ttirgan o'rinda ne shekil tarjima qilamiz? Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Ular bilmay qolgan taraflarni ularni tutamiz masalan. Ba'zida mufradga muzof bo'ladi, shu vaqtda o'xshashlar mabni bo'laveradi. Ama tara haythu suhaylin taliyan. Ama tara haythu suhaylin taliyan. Haysu taraning maf'ulun bihsi, lekin mabni o'g'achqa nima qiladi? Pashu qilyotdi. Najmun yudiyu kashihab lami'a desa, qaramamsa Suhaylning chiqib kelgan o'rniga qaramamsa o bir yulduzga chaqnab turgan o'tdeklan paqraydi masalan degandek. Endi makan sual degan ma'noda o'xshashlar hays makan ma'nosida nima bo'lib ketdi? Muzof bo'lib ketdi. Muzof bo'lib mabni bo'lib ketdi. Mana biz so'zmoqchi bo'lgan zarf mabnining nechinchisi, ikkinchisi. Ma'no oddiy tushunsak bo'lsa vaqtlar murakkablashtirib o'tmay, qablu ba'du tahtulda muzof ilayhi ba, ko'ngilda ba, labzda yo'q mabni. Mabni deganda ham shu paytda o'qiymiz. Haysu davomliq muzof bo'lib keladi. Mabni bas. Haysuning mu'rab bo'lgan holati yo'q bas. Uchinchisi iza. İzani bilimiz shartni ifodalaydi, kelgusi zamon uchun keladi. Agar moziga kirib qolgan taqdirda kelgusi, shu iza kirib qolgan jumlani qildi, etdi emas. Qilsa, assa kelgusida. Masalan, iza jaa nasrulloh, Allohning g'alabasi kasada.
Andikin izada galiben şart ma'nisi bunda qilsa, bunda olur deb şart ma'nisi bor. Mayli şart ma'nisi olsun, mayli a shaklda olsun, qanday shaklda olsun, iza mabni. Mana böyle o'ylashimiz kerak. Oddiy. Men alohida bir tushuntirib ketishlik gap emas. Bu oddiy mabni degandan keyin o'qilmaydi, qazarisi pash o'qilmaydi degan gapda. Andikin iza munosabatli bir gap bor. Iza arab tilida ikki xil. Biz hozir tushundirgan iza. Yana birisi qarg'udek bo'lsam, tuyuqsiz degan mana mufojaa ma'nosidagi iza. Iza iza o'xshamaydi, lekin mabnilikda o'xshaydi. Turda o'tadi. Va endi izadan keyin bu jumla ismiya keladi yoki jumla fe'liya ham keladi. Muxtar jumla al-fi'liya degani yaxshisi jumla fe'liya keladi. Masalan, ata ma'u ona mesela şu yukarı gizanın gibi izadekin cümle ismiye düşüyordu. Ateytuke iza şems taliyada mıdam kilodu. Lekin vel muhtar en yaxşısı iza fiiliye çünkü şart galiben boğanlıkken şart degen pil arkalık şeklinde demez mi? Ateytuke iza talatı şems der. Yani koyaş çıkkan vakitte ben sizden kaçan kelimenin gibi şart şekilde demdi. Mani gibi tüküdü mü? Hem izanın yeni bir xilisi bayattan kadar mandaqqa vaqtda andaqqa vaqtda tercüme kılınmay. Belki qarag'udak bolsam, qarasam mesela qarasam ondan keyin mandaq tuyuqsiz degandek mana bir tuyuqsizlikni ifoda etadigan bir iza var. Bu izani biz mufojaat deymiz. Yani ba'zida iza mufojaat uchun bo'ladi. Shu vaqtida undan keyin mubtada xabar avla tanlanadi. Kharajtu fa iza sab'u waqifun. Chiqib qarag'udak bo'lsam, hayvallah yirtqich hayvallah qarab turibdi. Mesela uyning atrofida degandekchi. Kharajtu fa iza hiya waqifa. Chiqib qarab tursam, u qarab turibdi mesela. Kharajtu fa iza huwa madrubun. Chiqsam tayoq yeb ketibdi mesela. Chiqib qarag'udak bo'lsam deganda qarag'udak bo'lsam tuyuqsiz degandek mana ma'nolarni ifodalaydi. Mavu biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan 27-dersimiz so'zlamoqchi bo'lgan mabnininki nechinchisi? 3-inchisi. Ya'ni bilmoqchi bo'lgan narsa izaning ma'nosi va alohidligidan boshqa buning tafsiliy ahvolini inshaalloh kitobimizning 3-qismi bo'lgan harfni so'zlaymiz. Lekin miyada bilmoqchi bo'lganimiz mabnilikni bilib olsak bo'ladi. Iza davomli iza o'zgarmaydi. 4-incisi iz çağda. Çağda degan o'tgan zamondagi chaqda, o'z vaqtida, munda qilgan vaqtida masalan, mazin ifodalaydi. Talat ji'tuka iz talat. Men o'z vaqtida qo'yib chiqqan vaqti kelgan, kun chiqaydigan vaqti kelgan, sizning qachoningizga masalan. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard degandek mana shaklda qo'llanildi. Har holda ma'nosi qanday bo'lib ketsin, bizga asosiy maqsad bo'lgani u mabni, mayli jumlada grammatikalik o'rni qanday bo'lib ketsin, buning lafzidagi ahvoli o'zgarmaydi. Şunu bilan bizning bugun so'zlamoqchi bo'lgan 26-27 dersimiz oxirlashdi. Ya'ni saboqdashimizning kundukidek umid qilganimiz, talab qilganimiz ikki darsdagi mazmunlarni tatbiqiy shaklda misollarga udlab chiqish, misollarni o'qib chiqish, o'zlarimiz misol tepish, musha ahvollarga ko'ngil bo'lsak, masalan doskadagi oq ranglikdagi 26-darsning tatbiqiy misollari Mesela kemning ahvoli, kemdir hemen ayndek bunun türünü bayan qilish, kemdir hemen ishtaraytil kitap mesela kem yawman safaruk grammatikalik o'rni, kemning i'robi, onun türü degandek. Şu bundan qizil, yani sariq ranglikdagi 27-darsdagi bir qism mabnilarninki ahvoli, mesela Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, mesela tansuruhu fakat nasarahullah iz akhrajahu allazina kafaru izning meselesi jalastu haythu astati'ul qira'ata murtahan haythu yani haythu'nun mabniligi ve başka misallarning hammasi biz bayatdan zuruful mabniyalarda so'zlagan bir qism mabni bo'lgan ravishlarning zarflarning ahvoli, ravishlarning zarflarning qolgan qismi inshaalloh kitobimizning 28 qism darslarida inshaalloh tugaydi, oxirlashadi. Shuni bilan bugungi darsimiz oxirlashdi va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.